Aziz muhterem qarindoshlar, tekrar rahmat aytamiz. Bugungi uchrashishninki asas maqsadi qarindoshlar hammalarninki inshaalloh nasihat babida, eskartish babida inshaalloh cho'nglarimizninki so'zlarini, nasihatini anglaymiz. Ammo men bir jamiyatning mas'uli bo'lish bilan faqat azroq tezkir va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin asosida bizningki maqsadimizdanki nima bo'lganligi va biz qaysi tarafga ketayotganligimizni, mas'uliyatimizni ado bo'lib bo'lmayotganligi, dunyoning vaziyatining talab taqozosining, ummatning ahvoli, xususan elib aytganda Sharq Turkiston musulmonlarining bo'libmi biz bu yo'lga mushayiq chiqqanlarning %99%ni Alloh rizosi uchun ulug'vor g'oyalan hatto jihatdek yo'g'on bir yuksak bir nishon bilan chiqqan qarindoshlar bo'lganligimiz uchun bugungi kunda vazifamiz qanchalik ado bo'lyotdi, bugun bizning qanchalik rolimiz va buningki asosida yanada o'zimizningki Alloh rizosi birinchi darajada, undan keyin o'zimizningki oqibatini isloh qilish, oqibatida yaxshi bir natijaga in'om va mukofotga erishish uchun biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz degan asosida inshaalloh bundan keyingi xizmatimizning kun tartibining asosini o'sha majlisda serishni orzu qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda va qul amalu fasayarallohu amalakum va rasuluhu deydi. Bu yani nima uchun Alloh taolo amal qilinglar, ish qilinglar, xizmat qilinglar deydi. O xizmat nima? O vazifa bu nima degan gap? Yani buni kelsak, yuqoridan bir qancha qatim biz markazda oylik suhbatlarda deyilib o'tdi. Alloh taolo insoniyatni yaratishdan burun dunyoda izbosar qilish uchun, gadiniga, ya'ni xalifa qilish uchun Alloh taolaning hukmini nozil qilgan, zamin ustida yashag'ini bo'ladigan hem refahi dünyada bunu Allah'ın nimetlerinden huzurlandıgan, beherlandıgan ve dünyadaki hayatında akıbetini imar kılıdığan, berpa kılıdığan bir hayatını, numunelik bir hayatını yaşaydıgan, yaştıdığan, yaşaşlı kaparetki yıkılıdığan bir cemiyet berpa kılış, salihler cemiyetini berpa kılış için yaratılganlığımız inna aradnan emanete alis semavati vel ardı vel cibal fe abeyne. Yani ayetinin asası kesek bu tağ, osman, zemin red qilgan ko'tarishni, red qilgan bu ulug'vor bu amonatni, bu vazifani u nima desa isloh qilish. In uridu illa al-islah. Yani payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan isloh qilish, dunyoda adolatni barpo qilish, xayrga da'vat qilish, yomonlikdan, osiylikdan to'silgan bunday bir go'zal bir sistemini, hayot nizomnomasini barpo qiladigan bir xizmatga ayrılgan bir uchun ümmetning bu da'vati ummatning ichidan ayrılgan bir guruh salih kishilar. Bu kishilarningki vazifasi nima desa, va qul amalu. Qilgan amalini ko'raylar. Alloh va uning payg'ambari rasuli ko'rsin. Yani nima ish qilindi bo'lsa, biz nima ish qilyapmiz deb o'zimizga savol qo'yaylik qarindoshlar. Men inshaalloh bu to'g'rida men da'vat tabliğ asosida jiq qilmayman. Bu yaxshi amalni qilish uchun qarindoshlar bu boshda islohot olib berish to'g'ri keladi va islohotning birinchi asosiy nimasi boshda inson shaxsi bilan islohi fard bilan boshlaydi. Shaxsimizni tarbiyalash, shaxsimizni isloh qilish, tazkiya qilish, tayyorlash. Bu qanday bo'ladi desa inson o'ziga talabchanlikni qo'ygan bilanmi muhitda bir-birini isloh qiladigan bir Alloh taolaning Qur'oni Karimda "Veltekum minkum ummetun" degan ashu bir guruh insonlar bo'lmasa, shakllanmasa, isloh fard islohimi to'g'ri bir shaklda ijro qilinmaydiganligi, salih bir jamiyat, salih bir mashrab, o'tirish, yurish bunu berpa qilinmasa, insonlar yaxshilikdan ta'sirlanadigan, yomonlikdan ta'sirlanadigan bo'lganlik uchun bir muhit ichida qo'g'dilish, qoruma ostida bir perdining ichida qo'g'dilinib menishi kerak bo'lganlik uchun şu al-iman yazidu va yanqus. Salih to'g'ri bir yo'lda, to'g'ri hayajon ichida bir saf va karvonning ichida menilgan chaqda, jamoat ichida menilgan chaqda bu iymonni muhofaza qilish, bu nefsni tezkiye qilish, isloh qilish mumkin bo'ladigan qarindoshlar.
şahs fert aylangan çağda Allah'ınki tayidi ve nusratidan ayrılgandan sonra şeytanga, vesvesege, fitne ve fısk fucurga yakınlaşıdığanlıqını Kur'an ve sünnetinin talimatıdan köplügen iade kilidi. Bunu umumi qarindaşlarımız bildi. Onun için nima kerak deganda cemaat. Yani cemaat, yani bunu Allah Taala sahabelerge bu cemaat Resulullah'a sahabelerge minnet qilgan. Yani Allah Taala nima qildasi huvallazi ayyadaka bi nasrihi ve bil mu'minin ve allafa beyne kulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta beyne kulubihim velakin Allah allafa beynehum innehu azizun hakim. Yani bu cemaat şunda bir narsa ekanki Allah'ın tayidi nusratidan keyinmi agar chanda Allah seni ey payg'ambar sana Allah nusrat ato qildi g'alaba kelishdan. Ve o nusrat qanday qildi? Ve bil mu'minin dedi. Mu'minlarni etrafını o'yishtirib berish orqali, jamoat qilib berish orqali. Undan keyin sen agar osmonda, zimindagi barliq imkoniyatni sarf qilgan bo'lsang, musulmonlarni, mu'minlarni bir yerga akilib jam qilolmaysan. Lakin Alloh taolo bularni sana yig'ibadi. Nima uchun? Shuning uchunki bu isloh, bu harakat, bu nebevi hareketinin muvaffaq bo'lishi, g'alibiyatga erishishi uchun bir jamoat kerak bo'lganligi uchun. Chunki Allohning nusrati aynan bil mu'mininde, mu'minlarning etrafına o'yishtirib berish orqali qildi. Onun için qarindoshlar, jamoat muhim bir ishni amaliyalashtirishni natijaga erishish uchun Uyg'urchadami yolg'iz otning chiqmas, chiqsin, dana chiqmas deydi. Yani nima bo'lsa bo'ldi ekanki, bu jamoat shakllanmasa, bu vazifani hammadan gardiniga olmasa, yönetimni beshidan bo'lgandan keyin shu qismi bo'ladi desa, Musa o'zining qarindoshi bilan berib urushib kel, biz saqlab turayli desa, to'plum ummat o'zini boshqalarga yo'llansa, bu islohot, bu g'alaba dunyoni ta'mir qilish, salih bir jamiyat barpo qilish, Allohning kalomini ustun qilish degan bu ulug' bir g'oya hech biri amaliyalashmaydiganligi yuqoridagi oyat va hadislarningki ruhi bo'yicha o'tirib chiqdi. Onun uchun jamoat Allohning rizosi uchun bir vasila ekanligi bu tuvanda bir hadisni men eslatib o'tay. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تغتصموا بحبل الله وأن تعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال. Yani Allah Teala müminlerge üç nesini Resulullah dedi ki üç nesini Allah Teala sizlerge razı oldu ve üç nesini kerahet ilan kıldı. O bolsunmu Allah Teala'ga ibadet kılış ve ona şirik keltirmeslik ve Allah'ın ağamçısına çın esiliş ve tefrikçilikten saklanış, dedikodu, söz çöçekten saklanış ve köp sual kılış ve malını israf kılış, zaya kılış. Ambadan qarindoshlar yuqorida "Anta atasimu bihablillahi jami'an ve la tafarraqu." Yani bu asosiy mishadin Allah'ın arg'amsa, birlikka, beraberlikka, bir jamoatga tashabbus qilayotganligi, bu Allohning rizosi ekanligi. Yarda lakum salas degandan qatorda bo'lganligi uchun Allohning rizosiga nail bo'lish uchun, ya'ni shu jamoat vesile bo'lganligi, fardiy harakatning, fardiy xizmatning bu doiraga chimaydiganligi mana shu hadisdan ko'rinib turibdi. Endi shuning uchun qarindoshlar, jamoat masalasida oyatdimi va'dallohul mu'minina jannatin min tajri tahtaha al-anhar. Yani Allah Teala müminlerge ahiretde berdiğan vaadini cennet ekanligi, cennetning ichidagi o'stanlar qilgan bir baxchilik, bir uyni yaxshi, masakini tayyiba
Yani aşını berdiğanlığı. Ondan keyin onundan moyun boğunu, ondan Allah'ın ki rızasını. Rıdam ve rızvanun minallahi ekber. Yani biz bugün şu noktada toplarsak insanlar vazifini tanımaganlık için dünyada şu islahatını ilip bardığan şu Allah'ın ki izbasarlıkını dünyadan nümayendecilikini kılıdığan bir vazifini tanımaganlık için hem de özünün şahsi hayatı dünyada ve ahiretlikini oylagan aldı mı cennetini hörpereğine asas ağalık için bugün 30 yılını yağı kıyındaşlar 40 yılını yağı dünyada cihadi hareket bulursa mı vazife üleş boğan bir kısım insanlar dünya halakçılıkta fısk ve fucur şehvani heves bilen kitap atkan bolsa yani bir kısım uluğ var gayini asas kıygan kişiler bolsa cennet ölü biliş şehadet muşuna asas kıygan ama amanet ne mu? Bu insana yüklenen amanet ne mu? Amanet üstede kallık tutmaganlığı o amanet olsa ziminde Allah'ın izbasarı olduğun, halifesi olduğun, şu nizamını tikleydiğin bir hareketke özüne ataydıgan. Bu mağallık için şu ayette ve rızvanun minallahi ekber. Eğer Allah'ın ki o cennete o bulmagan bolsa mı? Allah'ın rızası onundan hemmeden âlâ ve üstün boğallık için biz yanım şu yolda müstehkem iradeyle hareketimizni devam etimiz diyen bolsak bugün kadar ki muşinçilik kan ve insani vakit bütün barlık belgen bedellerimiz bu İslam devletini İslami bir riyasetini İslami ıslahat kılıngan bir hakiz bir cemiyetini berpa kıygan bulattık. Efsus ki insanlar bir kısmı halaket içinde yani bir kısmı bu şekilde özünün vazifesini doğru revişte düşünemegenlik için bu hayatın aşından hiba olup kitivatkallığı bu kıymet durupta aziz kıyındaşlar. Onun için kıyındaşlar bugün ümmetke nemi kerek degen çağda ümmetke işcan ihlasmen Allah'ın rızasını isteyen dünyanı mı cennetke aylandırdığan, yaşığını oynadığan bir cennetke aylandırdığan ve bu yakşı şeraitli kafaretke kovdulunuşka müyesser boğan bu yakşı bir cemiyette yaşap akıbetini berpa kıladığan bir cemiyet berpa kıldığan üçün bir grup salih kişiler ve elbette bunu göreş gerek ki bugün kişiler meddahlık, kassaplık bugün dünyada her yerde İslami hizmet, İslami hareket dese insanlar ya meddahlık bilen, geptallık bilen veya ki İslami hareket ve İslami cihat edip kalsa fakat bunu bir kassaplıktan havası da ilip belirvatkallık. Bunun için bugün günde İslam dünyasına nemi gerek diyen çağda Kur'an sünnetiyle zimmetlengen. Dünya geçtiki məqsədini tanıgan ve bunun için özünün varlığını, hayatını Allah'ın yolunda sərf qilishqa hazır bo'lgan, ama tedbir, hikmet, basiret, intizamcılık, teşkilatlık, planlık, şunda gaye yüksek gayege bir grup Müslümanlarga, salihlerge cemaatke ihtiyacı var kıyındaşlar. Onun için biz bu kıyındaşlarını 13 yıl olup da 13 yıl etrafında Türkiye'ye yaptık kıyındaşlar. Kâgen çağdığı hayacan bu kızlıkçılık soyup bazı kıyındaşlarımızın köpencisi turmuşluk, öylük, oçaklık oldu. Yaş mı çoğun aygın tuttu, ballarımız bizim boyumuzda tenkilip etti, bizim boyu ösep gitti. Akımızdan yeni bir nesil çıktı. Bu nesil, bunun hali ahvali hemmeylerinin köz altıda biz taşlap ketken şu vatanımız Türkistan ve Müslümanların hali kat biz köygenden biz taşlap çıketkendim o fevkalade bir ehir vaziyet şeklinde ortada. Bugün onun sırtımı İslam dünyasının, ümmetinin halimi intihayın ehir. Dünyanın hem yerde kan, ot,
ahı figan hem nasiba ama bunun hemmisi yig'layotganimi, qiyin to'kilayotganimi, o'layotganimi hemmisi Müslüman müminlerinki qiyni to'kilayotdi. Ularning izzat namusi dafsanda qilinyotdi. Haq huquqiy ustunligi yer bilan yakson bo'layotdi. Buning uchun hamma odam o'zimizni biroz ruslash, sepimizni chanqash, doiramizni, chambarimizni taxmin taraytib, quvvatimizni kuchlantirish. Bu Allohning arg'amchisiga yomish bilan bir jamoatli ish bilan bitadi. Chunki jamoatli ish desa qarindoshlar hozir hammadan o'zi atrofida nimaga rozi bo'lgan bo'lsa, nimaga ko'ngli bir-biriga tutashgan bo'lsa, shuni jamoat deb ma'noda aziz muhtaram qarindoshlar. Ammo lekin bu bo'linish, bu parchalanish holatda Qur'on sunnatga, sunnatullohga rioya qilinmagan usullar bilan ma'nilgan ferdi veya ijtimoiy hareketlerinin hiçbirininki Müslümanlığa hayır ilip kelmeyotganligi natija qozondirmayotganligi kelyapmiz. Cemiyetteki 5-10 adam yönetimdeki bu şekilde qo'lidan kelgancha yig'lab qolsa ilib bordi. Ammo lekin buning natijasi qanchalik bo'ladi? Natijaga erishamiz. Erishmaganda yana rozi bo'lmaymiz. Onun uchun qanday qilish kerak? Va undan keyin o'zimiz uchun özümüzmü ahiretlikimizge gündelik 5 vakit namazdan sırtıda tabii ki bu qarindoshlarning hiçbiri münker işlerine mubtala bo'lmaydi. Biz bununla işinimiz ama lekin bu dünyaya kelgan maqsadni qaddini tiklash uchun nima ish qila oladi? Bunun için birbirimizga ehtiyojimiz var. Allah'ın nesrati bilan yuqoridagi oyatni anladılar. Yani müminlerin birbiriga bo'lgan nusrati, yaqinlashishi, jamoatlashishi bilan bu natijaga bir payg'ambarmi sana ash şekilde sen g'alabani ato qildik, sen g'alabaga erishading degan yerda biz qanday qilamiz qarindoshlar? Biz de yana shunda terpera o'ynab chichirib kundalik hayotimiz bilan balavoqimizdan halokchilik qilib ketamiz. Yeshimiz cho'ng bo'lyapti. O ballami hozir uqilmaydi ekan. Cho'ng olgan chog'da o ballami o'zining kunini olgan chog'da yosh hozir shu yerga kelyapti-da, men mana shuni his qilyapman, boshqalarni ko'ryapman, mendan burun mangalning hayotining yoshi e'tibori bilan o balla o'zining yo'lini olgan chog'da men hayotimni bakobat qilibman deysizlar. Ballaga beradigan islohot, o tarbiyalash, igi chiqish, andan bir yerga chiqib o'zining hayotini ishlab yo'lga soladigandan keyin bizning qiladigan ishimiz boshlangan silsiladan ma'alisa Endin biz xatirjam bo'lib ketamiz qarindoshlar. Hayotimizni, bolalarimizni beqish bilan o'tib, bolalarimizni beqib yo'lga silib o'tgandan keyin ularning bizni boqadiganga muhtoj bo'ladigan bir yosh kelgan chog'da albatta bu jamoatning, mu'minlarning, musulmonlarning kim ehtiyoji bizning nima bo'lib ketadi. Ya'ni bo'lib ketgan vaqtda o'zimizning ne holatga tushib qolganligini his qilamiz. Uning uchun qarindoshlar boshdan o'zimizni ruslab hem ailemizge vaktimizni verimiz, hem işte cemiyetke, insanlığa, müminlerge, dünyanın ıslahat için dahi etrafımızdaki hayır emellerge hissetmiş, birlikte, septe birlikte, karvanda birlikte yaşkan, boşuna bir vakit çıkarışımız gerek olur aziz muhterem qarindoshlar. Onun için bu mecliste inşallah bazı tertiplerini inşallah çoğunlarını olmadı gipini alayımız, Mahsun Acım Atkadıran kanalımı. Yani bundan keyinki cemiyetning faoliyati, bugungi vaziyat talab taqozo ehtiyojlarga asosan tartiblanib, har bir mushahada o'tgan qarindoshlar o maktab saviyasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz bütün kuchimiz bilan, barliq imkoniyatimiz bilan cemiyetning moddiy va ma'naviy va boshqa Allohning bergan imkoniyatlari bilan sizlerning özümüz men şunun qatorida hammalarning tarbiyasini har xil sohada diniy jihatdan, siyosiy jihatdan, boshqa tashkilotchilik asosida hamma doirada biz qo'limizdan kelishicha tarbiya, bilim oshirish, tajribaga ega bo'lish degan shu nuqtalarda inshaalloh birlikda harakat qilamiz. Barliq imkonni shuning safarbar qilamiz. Bundan keyingi oylik suhbat, oylik yig'in, haftalik mahalliy yig'in ve hatta burunqa terk etilib qolgan qarindoshlik halqalarini ihyo qilish orqali ve cemiyetimizde mayli strategiya seminarları olsun ve başka teşkilatçılık ve siyasi nurgun başka menfaatlik bo'lgan bilimlar asosida
katta ülümalini, takassus egelerini kısa zaman içinde faaliyet edip barımız ve bunun içinde belki sizlerin vaktinlerini, rəyinlerini köz tutkan halde vaktlarını bile münasebetlik halde bir kısa kamp, 2 günlük, 3 günlük diyende kampını icra kılış arkalık muşu sepne çıngaytiş kuşluk bir halette meydanda özümüzün itikadi, fikri, siyasi, iddivi kuchimizni o'ttirgan qo'yash ve şuna bilan şu kuchasıl bo'lgan chaqda jamiyatda etrafımızda ta Sharq Turkistongacha Turkiston sahnesida Turkistonning siyosiy da'vat teşvik sahasida mushu adamlarninki fikrininki harakatining qiziqligi fikrininki yaygan dolqini bilan mushuni ta'siri bilan harakatni kuchaytirganligimizga ishonganligimiz uchun qarindoshlar sizlarni bu yerga da'vat qildik. Buni oddiy chaqirib qolmanglar. Ammo hammaylar birlashgan vaqtida hammaylarda yoshiringan bir qobiliyat cho'qim bor. Buni bilan inshaalloh biz 80 kishilik mush qarindoshlar 80 ming kishilik bir qo'shindek ta'sirimiz bo'ladi. Hozirmi mushu ba halimizda mushu bo'shanligimizdami nurg'un xayriga sababchi bo'lyapmiz. Hem sizlarning uzoqdan yaqindan yanimizda turib turishinglar, tayid qilishinglar, bizni yaxshi duolar bilan yanimizda turib turishinglarmi bugungi kun qadar mayli xalqarada, Xitoyning nazarida ve boshqa Turkiston jamoatchiligida, har xil jamoatchiligida bir ta'sirga ega so'z sahibi qilgan bo'lsa, bundan keyin hammalar yanimizda turib maydonga tushgan chaqda buningdanmi tasavvur qilinmaysiz qarindoshlar. Qandaq po'latdek kuch, qandaq po'latdek sep bu kishilarning qarshisida turolmaydi deb o'ylayman. İnşallah shu jamoatimizni taxmi kuchlantirish, xizmatimizni, sepimizni changaytirish, faaliyetlerimizni taxmi sıkla yaqinlashtirish orqali inşallah natijaga erishamiz deb o'ylayman. Gapni uzartirib qolgan bo'lsam kechirim so'rayman.